Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. YouTube kanalımızdaki turmuş bilimleri sahipsiga hoş geldinglar. Biz ötken qitimliq videomuzda Gollandiya sağlamlıq sistemini tonuşturup, asaslıq hazırның özüdə Gollandiyaga yeni kelib panahlıq tilash mərkəzlərində turuyatqan qarindaşlarımız üçün faydalı uçurlar bilan təminləyəndik. Əmdi bu ikinci qism videomuzda panahlıq tilash mərkəzlərində bütün Gollandiyada turuşluq iqametləri çıxıb öyge o'rlashgandan keyingi sağlamlıq sistemisindagi ba'zi bir uçurlarni sizlar bilan ham bahrlaymiz. Chunki öy chiqqandan keyingi sağlamlıq jihatidagi ba'zi ishlar panahlıq tilash mərkəzida turayotgan vaqtdagiga o'xshamaydi. Şu sebepten bu ikinci kısım, biz bu videomuzu iki kısımga bölüp ayrım şekilde tayyorladik. Yani öy chiqqandan keyin, öy chiqib, öyge ko'chgandan keyin sog'lomlik jihatda qildigan eng oldidan qildigan muhim ishimiz sog'lomlik sug'urtasiga tizim qoldirish. Yani Gollandiyada sog'lomlik sug'urtasi har kim uchun majburiy. Mayli siz bir ishlagan odam bo'ling va yoki hukumatdan yordam pul olayotgan bo'ling o'qish uchun degandek sog'lomlik sug'urtasi har kim uchun majburiy. Ondan ba'zi bir shaharlik hukumatlarninki ba'zi bir sog'lomlik sug'urta shirkatlari bilan hamkorlik to'xtami bo'ladi. Shun bunda ahvol ostida balkim shaharlik hukumat sizni o'zi ma'lum bir sog'lomlik sug'urtasiga tizim qoldirishga tavsiya qilishi mumkin. U chog'da bizning taklifimiz ham shaharlik hukumatning shu taklifiga asosan shu sog'lomlik sug'urtasiga tizim qoldirish. Chunki bu vaqtda ularning hamkorlik to'xtam bo'lg'achqa siz sog'lomlik sug'urtasidagi ba'zi bir e'tiborlardan foydalana olasiz. Agar uni xohlamasangiz ham o'zingiz xohlagan bir sog'lomlik sug'urtasiga tizim qoldirish haqqingiz bor Gollandiyada. Ikkinchisi, sog'lomlik sug'urtasiga tizim qoldirib bo'lgandan keyin oil doktori va tish doktori tepib tizimiga aldırış. Yani Gollandiyaning sog'lomlik sistemasida har qanday bir ish oila doktori orqali bo'ldi. Oila doktori intayin muhim bir ko'riklik rol o'ynaydi. Yani bu Gollandiyada o'zimiz xohlagancha doktorxonaga borib, boshqa davlatlarga o'xshash doktorxonaga borib nomer ilib, kasal tekshirtish unda qilg'ili normalda bo'lmaydi. Şuna agar kasal bo'lib qolsak, oldi bilan oila doktoriga ko'rinamiz. Oila doktori ko'rib chiqqandan keyin agarda doktorxonaga borib davolanish zarur bo'lib qolsa, o'zi bizni yo'llab beradi. Oila doktorining yo'llashi bilan ondan doktorxonaga bora olamiz. Ondan oila doktorini qanday izlab topaman degan vaqtda normalda sizlar uy chiqib ko'chgandan keyin shu muhojirlar xizmat ishxonasidan, ya'ni FVNdan maxsus bir odam sizlarga mas'ul bo'lib, mushu sug'urta tepish va yoki oila doktori tepish mushta ishlarning hammasida yordamchi bo'ladi. Lekin navbat kerak. Hozir u FVNda fidoyi bo'lib ishlaydiganlarmi odam oz bo'lg'achqa bizning tajribamizga asoslanganda ba'zi shaharlik hukumatlarda FVNda ishlaydigan odam bo'lmaganligi uchun o'zini tepishni tavsiya qilgan. Bunda ahvol ostida ham men hozir bir turbat adresini buni pastga qoldirib qo'ydim. kisuhousearts.nl, ya'ni oila doktoringizni izlab oila doktoringizni tanlang degan bir turbat. Shu yerga kiriblam o'zingizningki uyingizningki adresi, pochta nomerini yozgandan keyin sizga yaqin atrofdagi oila doktorlarini chiqarib beradi. Shunga asosan siz ularga telefon urib va yoki ularningki klinikka borib tizim qoldirsangiz bo'ladi. Ondan tizim qoldirgandan keyin mayli siz sog'lom bo'ling va yoki bo'lmang, oila doktori bilan bir ko'rishma ilib, o'zaro tanishishingizni, kasallik tarixingizdan qisqacha uchur berishingizni tavsiya qilamiz. Ondan oila doktori normalda dushanbadan jumagacha atdigan soat 8 dan 5 gacha ishlaydi. Gollandiyada soat 5 dan keyin hafta oxirlari og'rib qolgan vaqtlarimizda maxsus House Artisan Post deydigan doktorxonaning bir yeri bor. Ya'ni bu yerda oila doktori ishlaydi, lekin doktorxonaning bir ishxonasida o'ltirib, oila doktorlari kasal ko'radi. U yerning telefon nomeri boshqacha bo'ladi. O'zingizning oila doktoridan boshqa bo'ladi. Shunga shu House Artisan Post'ninki telefon nomer va adreslarini xotirlab olishingizni tavsiya qilamiz. Navbat kerak agar kech tarafda hafta oxirlari jiddiy doktorga ko'rinadigan ish bo'lib qolsa. Yani men boya degan turbat mushu turbat kirgandan keyin mishaga pochta nomeringizni yozsangiz ham uyingizning pochta nomerini, uning keyindan sizga yaqin atrofdagi oila doktorlarini chiqarib beradi. Ba'zida balkim sizga eng yaqin atrofdagi oila doktori bemor
ilish soni to'shib ketganlik sababidan yangi bemor qabul qilmasligi mumkin. Bunday ahvol ostida yana boshqa oila doktorlarini izlab sizni qabul qiladigan, sizning oila doktoringiz bo'lishni xohlaydigan bir klinikni izlab tepishingiz muhim. Ondan yana agar masalan siz bir ayol kishi bo'lsangiz, bir ayol oila doktorini izlamoqchi bo'lsangiz, buning ham mumkin. Gollandiyadan bu jihatda sizning huquqingiz, haqqingiz bor. Va yoki bir er bo'lsangiz, er oila doktorini, qisqasi bularning hammasini o'zingizning ahvoliga, sharoitiga asosan izlab baqsangiz bo'ldi. Endi qanday ishlar uchun oila doktoriga boramiz degan vaqtida biz birinchi qism videomizdan buni so'zlagan. Shu bu yerda tafsiliy deb o'ltirmaymiz. Buni o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ldi vaqt munosabati bilan. Ondan oila doktoriga borgandan keyin ko'rishim ham qanday shaklda bo'ldi, buni ham birinchi qismda so'zlagan. Ondan diqqat qilish tegishli ishlar bu ham muhim. Buni ham o'zingizlar birinchi qismdan ko'rib olsanglar va yoki buni o'zingizlar o'qib olsanglar bo'ldi. Hamdagi nuqta sog'lomlik sug'urtasi. Ya'ni bayaq dedik, Gollandiyada sog'lomlik sug'urtasi har kim uchun majburiy deb. Ya'ni Gollandiyada sog'lomlik sug'urtasi ikki xil shaklda bo'ldi. Birisi bazis versikering, ya'ni asosiy sug'urta. Bu sug'urta har kim uchun majburiy. Ya'ni sug'urt olmoqchi bo'lgan odam eng az deganda shu bazis versikering asosiy sug'urtani olish kerak. Ya'ni birisi ondan bu asosiy sug'urtaga qo'shimcha qilib anfülündi versikering, ya'ni qo'shimcha sug'urta. Ondan bu qo'shimcha sug'urta, ya'ni har qaysi sug'urta shirkatlarininki atılışı o'xshamaydi. Masalan, men asosiy o'zimning sug'urtasi Zilfrin Kraus degan bir sug'urta shirkati anfülündi versikering 1 yulduz, 2 yulduz, 3 yulduz, 4 yulduz deb 4 xil darajada bo'ladi. Ya'ni bu 4 xil daraja, shu darajasi qancha yuqori bo'lgan sari uninki отчет qilish nimalari, отчет qilish turlari jiqroq bo'ladi, отчет qilish miqdori jiqroq bo'ladi. Sizlar buni xuddi mehmonxonaga o'xshatsanglar bo'ldi. 1 yulduzlik mehmonxona, 2 yulduzlik mehmonxona, 3 yulduzlik, 4 yulduzlik, 5 yulduzlik deymiz-ku. Ya'ni 5 yulduzlik mehmonxonaninki sharoiti ham jihatda uning pulisi qimmatroq, lekin shunga mos holda sharoiti ham jihatdan yaxshiroq. Sug'urtalar shunda. Endi bu qo'shimcha sug'urtani har kim o'zininki sog'lomlik ahvoliga asosan xolis olsa bo'ldi, xolis olmasa bo'ldi. Lekin bazis versikering asosiy sug'urta majburiy. Shunga masalan, agarda siz o'zingiz yosh, bir sog'lom odam bo'lsangiz, oila doktoriga yilda bir qitim berib qo'yadigan, jiq bo'lmaydigan bunday ahvol ostida pul sizning vaqtda, ya'ni qo'shimcha sug'urtani olishingizning asla hojati yo'q, ya'ni bekardan bekar ortiq pul to'lashingizning hojati yo'q. Lekin masalan, sizning ba'zi bir jahil xarakterlik kasalliklaringiz bor, masalan deylik, shakar kasali, o'pka kasali, ziqqa kasali degandek va yoki bel og'riqi degandek doktorga jiqroq birib qilish ehtimoliniz bor. Bunday ahvol ostida qo'shimcha sug'urtalarni ham olib qo'ysangiz, o'zingizning sog'lomligiga asosan jiqroq davolash turlaridan bahramand bo'la olasiz. Anda sug'urta olgandan keyin mayli siz qanday turdagi sug'urtani olishingizdan qat'iy nazar, har kim uchun bir yilda davolashning dastlabki 385 yevro qismini o'zi to'laydigan qonun bor Gollandiyada. Ya'ni biz buni ayxin risko deymiz. Ya'ni masalan, siz doktorxonaga kirib davolandingiz yoki oila doktoringiz sizga biror dorilarni yozib berdi va yoki oila doktoringiz sizni biror yerga borib qon tekshirishga buyurdi. Bunday ahvollarning hammasida bu davolashlarning dastlabki 385 yevro qismini o'zingiz to'laysiz, undan keyingi qismini sug'urta to'laydi. Ya'ni hargizmi masalan, siz 4 yulduzlik eng yuqori chekda sug'urta oldingiz, asos sug'urta, qo'shimcha sug'urta, sug'urtaga bir yilda, bir oyda 180 yevro to'laysiz masalan. Lekin bunday ahvol ostida yana dastlabki davolashning 385 yevro qismini o'zingiz to'lashingiz kerak. Ya'ni 385 yevro har kim uchun majbur bo'lgan, sug'urtaga qanchalik pul to'lashdan qat'iy nazar har kim uchun majbur bo'lgan bir miqdordagi pul ayxin risko. Ondan Gollandiyada har yili yil oxirida 12 oyning 31 kunidan burun sug'urtangizni almashtirish, tangshash haqqingiz bor. Biz shu munosabat bilan bu videoni tayyorladik. Ya'ni hozir 11-oy kirdi, 11-oydan boshlab toki 12-oyning 31 kunigacha agarda siz o'zingizning sug'urta shirkatidan rozi bo'lmagan bo'lsangiz, masalan, отчет qilishi deymiz va yoki boshqa turlarda boshqa bir sug'urta shirkatiga almashmoqchi bo'lsangiz, hozirning o'zi dal bir yaxshi fursat. Va yoki masalan siz faqat asosiy sug'urtani oldingiz,
Lekin afsus bu yil o'ylamagan yerdan boshqa kasalliklar ham boshqa kasalliklarga giribdor bo'lib qoldingiz. Oldimizdagi yili jiqroq doktorga borib qilish ehtimolingiz va yoki fizikalik davolash deymiz, boshqa davolashlardan jiqroq bahramon bo'lish planingiz bor. Bunda ahvol ostida ham qo'shimcha sug'urtalarni sug'urtingizga mos holda qo'shsangiz bo'ladi. Endi tövəndəki sağlamlıq türləri üçün pul töləməyəsiz. Yəni bu əxin riskoның sırtıda. Yəni məsələn, ailə doktoruğa bardınız. Ailə doktoruğa məyli qançıqdan bir işinizdən qəti nəzər, onu sug'urta 100% götürdü. Lekin ailə doktoru sizni doktorxanaga yollab bergan bo'lsa va yoki biror yerga qon tekshirishga yollab bergan bo'lsa, u chaqda yana u davolashlarni əxin riskoning ichidan to'laysiz. Ondan Gollandiyada hamildor ayollar uchun maxsus tug'ut onasi, hamildor bo'lib yangigandan keyin tug'ut parvish sestralari bor, uyga kelib bir hafta yordamda bo'ladigan. Bular uchun ham ayxin riskodan to'lamaysiz, 100% sug'urtadan ko'tirdi. Undan boshqa yana Gollandiyada maxsus mahalla sestralari bor. Bular yashanganlar uchun va yoki siz yosh bo'lsangizmi, sağlamlığınızda bəzi bir məsələlər görüngenlik tüpəyildən, məsələn bir operasiya olub qaldınız deyli, o operasiya səbəbindən bədəninizdə bir yara var, o yaranı gündə tazlab tınış gerek. Bunda ahval astıdəm sizinki məhəlli sistralardan yardım soraş haqqınız var. Bunda ahval astıdəm sistralar kelib sizə yardımcı buldu, öyünüzə kelib, bunu həm sug'urta 100% götürdü. Ondan yana bəzi bir cahil xarakterli kasalliklardagi ma'lum bir davolashlar bor. Məsələn, sizning diabet kasalınız var, şu sebepten ve yoki yuqori qon bosim kasalınız var, şu sebepten her vaqt doğru içişiniz gerek. Bunda ahval ostida ham bularni ham sug'urta ko'tirdi. Endi sug'urtadan foydalanish, ya'ni bu sug'urta degan faqat doktorxonaga borib davolansaqla foydalangan bo'ladigan bir tur emas. Uningdan boshqa yana bir qancha umumiy turlaridan sizningki tanlagan sug'urtangizga asosan yılda ma'lum bir sonda fizikalik davolanish haqqınız var. Men buni keyingi bətdə təfsili tushundiraman. Ondan yana məsələn sizning ko'zingiz yaxshi ko'rmaydigan birisi bo'lsangiz, yaqinni yoki yiroqni ko'rolmaydigan, 3 yilda bir qitim shu maxsus ko'z aynak do'konlariga borib, ko'zingizni tekshirtib, ko'z aynak yasatgandan keyin, buyurtgandan keyin ma'lum bir miqdorda, ya'ni sug'urtingizning miqdoriga asosan, qanday turdagi sug'urtaga asosan 3 yilda bir qitim отчет qilish haqqingiz bor. Ondan yana ma'lum bir xil g'ayri an'anaviy davolash usullari bo'ladi. Masalan, qon elib davolash, jingni sanjib davolash degandek. Bunda davolashlarni ham o'zingizning sug'urtingizning qanday sug'urta ekanligiga asosan har yilda ma'lum bir miqdorda отчет qilish haqqingiz bor. Ondan ayol qarindoshlarimiz uchun masalan terimizda ma'lum bir sabablar tufaylidan yoki kuyuk bir sabablar tufaylidan terida tatiq bo'lib qolgan yoki teriga har xil gadolar chiqib qolgan ishlar va yoki tuk tushirish degandek mushta ishlarda va yoki bolalarimizning sunnatini qilish mushta ishlarda sug'urtamizga asosan ma'lum bir miqdorda отчет qilish haqqimiz bor. Undan boshqa yana har xil anglash va so'zlash masalalari, quloq tekshirishlari, anglash asbobi, bolalarimizdagi til o'rganish jarayonidagi ma'lum bir harfni talaffuz qilolmaslik, til taraqqiyoti to'liq yetilmaslik, bunda ishlarning hammasini ham maxsus mushlarga yordamchi bo'ladigan kasbiy xodimlar bor. Shular orqali shularning yordamini qabul qilgan vaqtingizda ham bularning haqqini ham sug'urtadan отчет qila olasiz. Qisqasi sug'urta faqat doktorxona, oila doktorlar emas, balki yana mushunda turlarda ham sug'urtadan foydalana olamiz. Mesela bir jadvalda men sizlarga Zilferin Kraus shirkatininki sol tarafdagi rasm maxsus fizioterapiya, ya'ni fizikalik davolashning jadvali. Ya'ni agarda sizningki Zilferin Kraus shirkatiga a'zo bo'lgan bo'lsangiz sug'urtada sizning faqat bazis fizikering asosiy sug'urtali bo'lib qolsa, o chaqda sizning hech qanday fizikalik davolash haqqingiz yo'q ekan, ya'ni agar fizikalik davolanib qolib qolsangiz butun pulni o'zingiz to'laysiz degan gap. Agarda qo'shimcha sug'urtangiz bir yulduzli qo'shimcha sug'urtangiz bo'lsa, bir yilning ichida 9 qitim fizikalik davolanish haqqingiz bor. 2 yulduz sug'urtangiz bo'lsa 12 qitim, 3 yulduz bo'lsa 27 qitim, 4 yulduz bo'lsa 36 qitim. Anda men o'ng tarafdagi rasm g'ayriy rasmiy davolash. Ya'ni bu ham agar sug'urtangiz faqat asosiy sug'urtali bo'lsa, hech qanday отчет qilish haqqingiz yo'q. Lekin bir yulduzli sug'urtangiz bo'lsa,
отчет qilish haqqınız yo'q. 2 yıldız bo'lsa 1 yilning ichida 250 yevro, 3 yıldız bo'lsa 450 yevro, 4 yıldız bo'lsa 650 yevro. Ya'ni qisqasi bu anfüllende versichern, ya'ni qo'shimcha sug'urtani siz o'zingizning sog'lomlik ahvoliga asosan agarda mushta fiziklik davolash va yoki boshqa g'ayrian'anaviy davolash mushta turlarga ehtiyojingiz bo'lib qolsa, xohlagan shaklda o'zingiz uni talab qilsangiz bo'ladi. Yani şu xil sug'urtaning turini assangiz bo'ldi demakchi. Ondan davolash sistemasida Gollandiyaninki boshqa davlatlarga o'xshamaydigan ba'zi bir nuqtalarni ham sizlar bilan o'rtoqlashishni xohladim. Ya'ni har bir davlatninki o'ziga xos bir davolash sistemasi bo'ldi, lekin Gollandiyaning davolash sistemasi boshqa davlatlarga qaraganda sal alohidaroq. Shu sababdan ham o'sha davolash sistemasini tushunamaganlik sababidan dastlabki kelgan qarindoshlarda bir xil ranjib qilish, norozi bo'lib qilish degandek ahvollarni ham ancha-muncha uchratganligimiz uchun buni ham muhim deb o'yladik. Ya'ni birinchisi Gollandiyaning sog'lomlik sistemasida oila doktori bek muhim ko'riklik rol o'ynaydi. Ya'ni siz agar jismoniy ro'y jihatdagi har qanday bir masalangiz bo'lsa, birinchi o'ylab ko'rishadigan kishingiz oila doktori bo'ldi. Ya'ni oila doktoriga ko'rinmay turib, siz o'zingiz xohlagancha doktorxonaga borib nomer olib unda davolanish bu yerda asosan mumkin emas. İkinci, yani doktorxana degandek, bunda ikkinchi liniyadagi sog'lomlik o'rinlariga faqat oila doktorining yo'llash xati bo'lsa, ondan bora olasiz. Ham shu oila doktorining yo'llash xati bilan borgan vaqtingizda ondan ham sug'urta отчет qildi. Uchinchisi, Gollandiyada rasmiy kasal davolash xarakteridagi dorilarni faqat doktorning retsepti bilan ola olasiz. Masalan, rasmiy kasal davolash xarakteridagi dorilar degan vaqtda, masalan, shakar kasalining dorilari deymiz, yuqori qon bosim kasalligining dorilari deymiz. Bularning hammasini doktor sizning kasalingizni ko'rib retsept berganda anda ola olasiz, bo'lmasa ololmaysiz. Chunki atrofimizda ancha-muncha masalan anamga bunda dori qilatdim, nerdan ola olayman deydigan savollar kelib qoldi. Afsus, Gollandiyada unda davolash xarakteridagi dorilarni doktorning retseptisiz olg'ili bo'lmaydi. Lekin bek oldim deb qolsangiz, ham Gollandiyada doktor sizga ma'lum bir miqdorda pul ilib turib, retsept yozib beradigan og'ili bo'ladigan ahvollarmi bor. Bu faqat tor orqali bo'ladi, lekin bu rasmiy birinchidan yana buni tavsiya qilmaymiz, chunki bu g'arb tibobatining dorilari agarda kasal qarab ichmasa, aks ta'sir ham jiq bo'lgan dorilarchu. Shuni xohlagan odamga doktor diagnoz qo'ymasdan turib g'arb tibobatining har qanday dorini ishlatmasliklarini, masalan, birаз sizlarga men dorini ichgandim, yaxshi bo'lib ketdim desalam, xalqning gapiga ishonib har qanday bir dorini ichmasliklarini tavsiya qilamiz. Ondan to'rtinchisi, Gollandiyada doktorxonalarninki ba'zi bir sug'urta shirkatlari bilan to'xtami bo'ladi. Normalda cho'ng doktorxonalarninki cho'ng sug'urta shirkatlarining hammasi bilan to'xtami bo'ldi, lekin Gollandiyadami shaxsiy sug'urta shirkatlari bor. Shunga, masalan, agar siz bir shaxsiy sug'urta shirkatidan sug'urta olgan bo'lsangiz, siz olgan o sug'urta shirkatining har qanday bir doktorxona bilan to'xtami bo'lmasligi mumkin. Agarda siz o'zingizning sug'urta shirkati bilan to'xtami bo'lmagan bir doktorxonaga borib davolansangiz, bunda ahvol ostida davolashninki hammasini отчет qilmasligi mumkin, faqat bir qismini отчет qilish mumkin. Shunga, agarda siz o'zingiz turishlik shahardan boshqa bir viloyat, boshqa bir shahardagi doktorxonalarga borib davolanishni o'ylagan vaqtingizda, shu doktorxonaning sizning sug'urta shirkati bilan to'xtami bormi yo'q, agar davolansangiz hammani отчет qilamdi yo'q, buni ham tekshirib boqishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bu yerda doktorxonada bir kun yetib chiqsangiz ham angiz deganda 1000 yevro atrofida pul ketadi. Agarda sug'urta shirkati отчет qilmay qolib qolsa, u pulning hammasini o'zingiz to'ligini silishi mumkin. Ondan Gollandiyada agar homildorlik jarayonida hamma ishlar joyida bo'lsa, bexatar bo'lgan asosda uyda yangish intayin normal bir hodisa. Lekin xohlasangiz ham doktorxonada yangish huquqingiz bor. Ya'ni bu uyda yangish faqat va faqat ko'chmanlar uchun undalam emas. Normalda Gollandiyalik ayollarning, yerlik ayollarning ko'pinchilari agar homildorlik yaxshi bo'lsa, uyda ham yangiydi. Shu bu bir normal hodisa uyda yangish. Ondan Gollandiyada doktorxonada yataqqa ilinib davolash boshqa davlatlarga silishtirganda unda oddiy emas. Ya'ni
Agarda siz rasmiy yotoqqa ilinib davolash tegishli jiddiy kasal bo'lsa, jiddiy qarab sizni yotoqqa oladi. Lekin yotoqqa olgandan keyin agar osmukul osadigan, jiddiy ko'zadigan ahvol bo'lmasa, sizning yotoqdan chiqib uyda orom olishingizni tavsiya qildi. Ya'ni bu Gollandiyada bizning masalan vatandagiga o'xshash kichikgina zukam bo'lib qolsaqmi, doktorxonaga borib 2-3 kun yetib, osmukul ostirib, saqib chiqadigan unda ishlar asla mavjud emas. Şun bu hergizmi sizni ko'chman deb va yoki boshqa sabablardan yotoqqa og'iz kelmaganlik emas. Lekin bu yerning sog'lomlik sistemasi mushunda. Ya'ni osmukul degan, masalan, osmukulning odam badaniga bo'lgan aks ta'siri intayin jiqchu. Ya'ni unda zukamdek odatli kasallarga osmukul osqanlik amniyatda u insonga bir ziyonkashlik qilganlik. Şuna bu yerda yotoq ilinish jihatda agar haqiqatan yotoq ilish sururib qolsa, aluda bo'lmasa olmaydi. Ondan Gollandiyada yana siz yengigandan keyin dastlabki 7 kunda maxsus tug'ut parvarishi sestrasi sizning uyingizga kelib, sizning va buvaqning holidan xabar oladi va uy ishlaringizga yordamchi bo'ladi. Ya'ni bu xil tuzum ham boshqa davlatlarda yo'q bo'lgan bir xil tuzum. Ondan eng oxirida Gollandiyada maxsus yana mahalla sestralar bo'lib, bular maxsus yashanganlar uchun va yoki yosh bo'lsangizmi, har xil sabablar tufaylidan bir tibbiy yordamga muhtoj bo'lsangizlar, bular uyingizga borib mulozimat qildi. Bular ham hammasi sestralardir. Ya'ni bular tavsiruq deymiz. Ya'ni Gollandiyaning davolash sistemasidagi boshqa davlatlarga o'xshamaydigan nuqtalar shu. Endi Gollandiyada yuqoridan boshqa yana oila doktori, doktorxonadan boshqa yana biz baradigan boshqa sog'lomlik o'rinlari birinchisi konsultatsiya byuro, ya'ni bu bizning vatandagi ona bolalar sog'liqni saqlash idorasi deganga o'xshab qoldi. Buningda shu konsultatsiya byuroda 0 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarninki, masalan, bu vaqt tug'ilgandan tortib har xil vaksinalarni o'g'izish, asosliq shu vaksina shularga mas'ul bo'ldi, ya'ni konsultatsiya byuro. Ya'ni masalan, agarda siz kichik bolangiz va bir ota-ona bo'lsangiz, o chaqda pat-pat mush konsultatsiya byurodan xatlarni topshirib elishingiz sizni har xil vaksinalarga taklif qilish mumkin. Anda yana bir xil organ XXD, ya'ni Xemintiliki xizmat so'roq deymiz, ya'ni hukumat sog'liqni saqlash idorasi deb. Bu organ ham maxsus Gollandiyadagi har xil yuqumli kasalliklarning oldini olish va yoki boshqa jihatlarda har xil yordamchi bo'lishda muhim rol o'ynaydigan organ. Masalan, korona mezgilda mushu organ maxsus shu korona kasaliga koronadan saqlanish uchun nimalarni qilish kerak, mushlarning hammasida mushu organ hukumatga ma'lum bir taklif fikrlarni beradi. Shu taklif fikrlarga asosan hukumat ma'lum bir qarorlarni chiqardi. Shu ayni vaqtda masalan cho'qim 1,5 metr oraliq saqlash, maska taqash, u bu deganlarning hammasi mushta XXD degan organ tarafidan berilgan takliflar. Ham Gollandiyaga yangi kelgan vaqtida tuberkulyoz kasalining bor yo'qligini tekshirish uchun hammaylardan bo'libmi mush Osiyo tarafdan kelgan insonlardan o'pkisini rasmga tortib tekshirish bor. Bu ham mushu XXD degan organ tarafidan elib beriladi. Qisqasi, Gollandiyaninki sog'lomlik sistemasi to'g'risida sizlar bilan bilishga tegishli muhim nuqtalar deb sizlar bilan ham bahrlashni xohlagan mazmunlar shu. Agarda yana biz bexastalik sababidan tushirib qo'ygan sizlar bilishni xohlaydigan boshqa bir mazmunlar bo'lsa, inkas rayini qoldirsanglar bilishimizcha javob bersak bo'ldi. Eng oxirida bu videomizni bir 2 jumla bilan oxirlashtirishni o'ylashdik. Ya'ni payg'ambar alayhisalom bir hadisda ko'pincha kishilar qadrini bilolmaydigan 2 narsa bordir. Uning biri saqliq, yana biri vaqtdir deb aytibdikan. Yana bir gap, ya'ni inson sog'lom bo'lganda ming turli orzulari bo'ldi. Kasal bo'lganda bo'lsa faqat bir orzusi bo'ldi, u bo'lsa sog'lom bo'lish. Ya'ni bu sog'lom bo'lish Əməliyyatda Allah bizə ata qılğan bək çoğ bir ne'mat. Əfsus, şu sağlam buluş bilən vaqtның qədrini bilənməy ötüb ketidikənmiz. Allah bizni Allah ata qılğan şu büyük ne'matның qədrini bilib, Allah ata qılğan bu sağlam tənni, bu vaqtni ən əhəmiyyətli işlər üçün işiltishga nisib qılsın. Ma'qul bo'lsa keyin qitimliq videolarimizni ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar. Hammalarga sog'lomlik yor bo'lg'ay. Allohga omonat.